shumliqni sizib turdi. Hammanglar qo'linglarga qurolni ilib tayyor turinglar. Osen! Orqangga diqqat qil. Nima? Bu bir murdi ekan-ku. Nimaga qarab turibsizlar? Tez yetinglar. Otmamsizlar. Ballari, qumluq odatdagi joy emas. Asli bu joyga kelmasanglar bo'ladi. Men sana deb qo'yay shumtak. Sendek texi burdimi xat atmagan odam qabrining qanday joy ekanligini uxlab tushunimi bilmaysan. Jang jamoati qabrisiga tushgan ekansan. Tirik chiqib ketaman deb xom xiyol qilishma. Yo'yuan! Meni qo'yib o'ldirablar. Men Yo'yanni qutuldirman. U bizni deb o'ldi. Jasad bo'lgisi bu bilimlarga o'qir qilmaydi ekan. Endi biz bu yerda o'ladigan bo'ldik. Pekrisimiz bundaqni o'ladiganimni o'ylabmi boqmabdiman. Vahimalik ovozliq asari Taklamakonga safar. 1-bölüm 1-qism 1958 yili 6-oy. Taklamakon qumliqida. Bu 5 kishidan tashkil topgan qabr qazg'uchilar qumliqni kezivatqili naq 11 kun bo'ldi. Lekin degan manzilga yetib berishga texi xeli bor edi. Oradan bo'yi egiz bastilik kelgan qarashqa kasbiy boksyorchilarga o'xshab ketadigan bir gap boshladi. Begim, biz zod yana qanchalik mangamiz? Sudandagi suyimizmi qonmig'ili turdi. Yani mushundoq mang'ili tursak, bizmi mushu qumliqda jasidimiz qoladigan o'xshaydi. Rast. Biz mang'atqinimizga hozir 11 kun bo'ldi. Mening suyim 1-2 kunga oralni yetdi. Dedi oridagi vijik kelgan qaramtul yosh yigit. Sizlar ansirmanglar. Yani 1-2 kun mangsak yetib boramiz. Oz qoldi. Bu yerda yer osti daryosi bor. Topalasaqlar biz qaytishdan ansirmasakmi bo'ladi? Dedi orisidagi oqsiriq kelgan chiroyidan ish ko'rganligi chiqib turadigan boshlamchi bovoy. Shu an u yerni yana jimjitlik qopladi. Qumliqning pijg'inim issig'i ularni gap qilish emas, bir-biriga qarashqimi ro'yi bormug'idek holatda edi. Ular shu tariqada bir necha soat mangandan keyin qo'soqlarini to'yg'izishib, kun kech bo'g'icha manzilga yetib olishni o'yladi. Chunki yana bundaq issiq bo'laversa, ular mingan ot tugilar yiqilib qoladi. Kechga yaqin oradagi yoshli cho'ng yo'lboshchi gap boshladi. Qaraganda biz kelganda qilamiz. Oldidagi ol qumbarxonning orqasidagi cho'qchib chiqib qolgan Quramtoshni ko'rdinglarmi? U dal Kiroran qadimiy shahrining kirishi qizi. G'ayrat qilinglar, biz shu yerga berib aram olayli. Ular shu tariqada bir necha osh pishim mangandan keyin degandek Quramtosh orqasidagi cho'qchib chiqib qolgan nurg'unlagan qadimiy imoratlar ularning ko'z oldida namoyon bo'ldi. Oradagi biri eg'iz ochdi. Bigim, biz izdemoqchi bo'lgan joy mushu qadimiy shahar ichidimi? Shundoq. Biz izlayotgan Kiroran xonishining qabrisi mushu shaharning o'tirisidagi xon ordisining osti. Bo'ldi. Sizlar tezroq aram elinglar. Ati qabriga tushimiz. Hammaylar qo'soqlarini to'yg'izishib aram elishga tutildi. Atsi attigan otning kishnishi bilan hammasi ko'zlarini etishib, o'rinlaridan turishib minishga tamshilishdi. Dal shu vaqtda oradagi vijik yoshning "Begim qani? Begim nega ketganda?" degan gapi bilan hammasi boshlamchi bovoyni izlashga boshladi.
oradagi tembel kishi. Hey. Qaraganda begim shahar ichiga kirib ketibdi. Qaranglar bu yani. Bu izlarni qaranglar. Hey, tez bo'linglar. Bizmi begimga agishib olaylik, ha? Bo'linglar. Hammaylar narsa keraklarni yig'ishtirib shahar ichiga qarab minishdi. Shahar ichiga kirgandan keyin buvayning bir nuqtaga qarab tikilib turganligini ko'rdi. Begim, siz bu yerga qachon kelib oldingiz? Bizni shundoq ansirattiniz. Kelgandan keyin bizni chaqirib olsangiz bo'lmamdi? Dedi yosh yigit. Sizlarning tatliq uxlab ketganinglarni ko'rib, uyg'otqim kelmadi. Şuna men qildiganga boshqa ish bormi yo'q? Şuna kirib o'rinni bekitib. Ha, kelinglar. Mana bu yerni ko'langlar. Ha, to'g'ri. Mushiya shu. Buvayning gepi tugishi bilanlar hammaylar gurjaklarini tayyor qilib ko'lashga tushib ketdi. Shu tariqada bir necha soat ko'lagandan keyin cho'nqurligi 4-5 metr kagilak o'rak ko'landi. O'rakdan qabri tami ko'rindi degan ovoz anglandi. Buni anglagan buvay darhol "Chiqilmanglar. Qabri temida yushurin qavat bo'lib qolmasin. Men o'zim tushib qarab boqay. Ha, meni tushirib qo'yinglar." Boshqalar bu gapni anglab darhol arg'amchi tayyorlab buvayni o'rakka tushirib qo'ydi. Buvay tomni bir hoza silgandan keyin yushurin qavat yo'qligini jazmlashtirib qabrini echishga tushib ketdi. Bir tal tamakini chikib tugatganchilik vaqt o'tgandan keyin o'g'irliq tushiga echilib bo'ldi. Darhol naskeraklarni yig'ishtiringlar, qabrga tushimiz. Ular hammasi saymonlarni yig'ishtirishga tushib ketdi. Hammaylar tayyor bo'lgandan keyin qabrga tushib ketdi. Qabr ichi qop-qorong'u timtos edi. Qabr ichini bir xil mudhish puroq qoplagan edi. Bu puroqdan buvayning ko'ngli bir xil beoramchilikqa to'lgan bo'lib, xuddi hozirli bir maxluq chiqib ularni yeb ketadigandak uningga qo'shilib, yosh yigitmi qo'rqib buvayning yonidan bir qadammi neri ketmadi. Buvayning "Mangayli" degan bir eg'iz gapi bilan hammaylar bu mudhish qorong'ulik ichiga g'arq bo'ldi. Ular bir osh pishim vaqt mangandan keyin oldiga cho'nligi yarim basketbol maydonichilik keladigan bir qabrga keldi. Oradan bir ig'izmi gap qilib boqmagan biraylar ig'iz ochdi. Ay, bu qabr uy g'alati turamda nima? Qaranglar, to'rt tarafdagi toshtamlarning hammasida g'ayriy bir xil hayvonning rasmi tushirilibdi. Dapla gapni oxirlashtirdi. Deganda zalning to'rt tarafida birdan 4 tal tuguruk bor bo'lib, bu tuguruklarda g'alati bir xil hayvonning rasmi tushirilgan edi. Biroq bu hayvonlar hayotdagi ko'rinadi. Tuyuqsiz qarshi tarafdagi koridordan bir narsaning xirildigan ovozi anglandi. Ular bu ovozni anglabla qorallarini qo'rib tuyuqsiz zarbiga tayyorlik qildi. Dal shu vaqtda qarshi tarafdagi koridordan mudhish bir jup qip-qizil ko'z ko'rindi. Orqadan yana nurg'ulg'an qizil ko'zlar ko'rinishga boshladi. Dal shu vaqtda yo'lboshchi buvayning "Qechinglar!" degan ovozi bilan hammaylar chiqish ig'izi tarafga qarab qechishga boshladi. Birdila orqada ketayotganlar to'xtab, o'q etib, maxluqlarning yaqinlab kelaverishini to'sib turdi. Biroq buvay yosh yigitni tiz qechishga undab, o'zining chiqib ketolmaydiganligiga ko'z yetdimi aytavur, yigitni o'g'ri kamirdan itirib chiqarib o'tib, yenidagi qo'l bombasi bilan o'zini maxluqlarga qo'shib porlatibdi. Yigit o'ngirdan chiqishig'ila gum qilgan qattiq ovoz bilan qabri go'mirilib tushib, qum ostiga g'arq bo'ldi. Dal mushaki kelganda telefonimning ansiz sayrishi mening diqqatimni chashdi. Qarasam yaqin og'inam Loyang ekan. Men darhol bobomning xotirasini yig'ishtirib telefonni oldim. "Voy, o'lgur, telefon qilib qopsan-ku. Yana bir irba cho'konga chaqchaq qilib, sulaxonaga kirib qolgan o'xshamamsan. Sen-ku menga hojating tushmasa telefonmi qilmaysan?" U bu gaplarimni anglab sat yejib turib so'zlashga boshladi. "Nima deysan? Seni ko'rgim kelib shu. Hey, kechda vaqtim bormi? Agar vaqtim bo'lsa, shahar janubidagi qovog'im bor. Baroq ishga hech paranglashmas. Ma'qulamsa, kech soat yatil bo'lsin." deb telefonni qo'yib etdim. Hey,
Nehmisini dey. Qumluqdagi heliqi yosh yigit dal mening bovam bo'ladi. Hozir u ishlarga 60 yilcha bo'lib qapti. Menmi ot kasbimga varislik qilgan desammi bo'ladi. Kichik bo'lsa-mu Changshoda asar atiqi dukunim bor. Konlar rastaptikan. Asar atiq sodisi xon sanılar deb. Bizning bu kasbda 3 oygacha dastlab yo'q. Dastlab qilsaqla 3 yilgacha ko'ngil to'q. Bugun yana bir kunni bekor qilib o'tkazib o'tdim. Kechda do'konni taqab, Lavyang bilan deyishib qo'ygan qovoqqa qarab mangdim. Qovoqqa borgan chig'imda Lavyang allubrum berib bo'ptikan. Mening kirganimni ko'rib so'zlab ketdi. O'lgar, soat 7da deb qo'yib, hozir keldingmi? Buni anglab, menmi gapni yasab, "Ey, senmi meni tushunishing kerak-ku, ha? Men shu do'konni taqab ondan keldim." Lavyang bu gaplarni anglab, teximi azvaylab, Mulozimlar san qarab o'ltirdigan oshxona xo'jayini sening buvang bo'g'iti O'lgar. Bu gaplarni anglab sal ochchig'im kelib, Lavyangga qarab birini olib qo'ydim. Shu an umu gap qilishdan to'xtab, meni o'ltirishga taklif qildi. Men darhol mulozimni chaqirib, "Mulozim, bizga tomoq buyurib o'ting." Mulozim mening mushu gapimni saqlab turgandakla xotirasini elib oldimizga ko'tarib keldi. Bizga 2 botulka aqroq, yana alayda saylaringizdan 2 taqsa. Mulozim xotirlab bo'lib chiqib ketdi. Birdamdan keyin tomoqlar chiqib bo'ldi. Bizmi tomoq yegach 1 botulka aroq ichib bo'ldik. Shu arada Lavyang gap boshladi. "Ey, birodar, bir yaxshi so'da bor. Qilamsa?" Men uning yaxshi soda degan gapini anglab, "Ha, nima? Banka bulaymiz demaydigansan?" U bu gapni anglab, po etib so'zlab ketdi. Ay, banka bulash degan odatga gap. Shu ishni oyog'iga chiqarsak, bankadan birini o'zimiz olsaqmi bo'ladi? Men buni anglab, darhol gap qildim. "Ita, biz zodi nima ish qilamiz?" U birdam turib ketgandan keyin ovozini bo'sh qilib, "Qumliqqa kiramiz." Men uning bu gapini anqirib bo'lolmay, "Qumliqqa? Qumliqda nima ish qilamiz? Acaba bir qadimi?" Men bu gapimning oyig'ini demayla, u mening og'zimni tutib oldi. Ovozini tuvara qilmamsa, bundoq o'lik gap qilsang, biz qumliqqa bora bormayla o'mashqonga berib qolmaymiz. U bu gaplarni qilguncha qo'lini bo'shatmag'achqa, men beshimni yenik ling'ishtirib qo'ydim. Umu mening maqsadimni tushungandekla qo'lini tortib oldi. Men toqat qilib bo'lolmay so'radim. "Ita, biz qachon mangamiz?" U bu gapimni anglab 4 tarafiga bir qur qarab atgandan keyin, "Hozir odamlarimiz to'liq. Kelabdigicha mangishni o'ylashyapmiz. Qandoq? Bag'in kelyaptimda." "O'lgur. Albatta boraman-da. Bundaq yaxshisi o'tirsa, shu banada menmi do'konimni cho'ngaytib olaman?" U bu gapimni anglab sat hijarab turib, "Ay, cho'ngaytishla emas. Necha yuz kvadratlik asaratiqi muzey ocha olaysan degina?" "Undaqda mangdigan chaqda meni xabarlantirib qo'y." U bu gaplarni anglab sat hijib turib, "Bo'ladi. Undaqda at deganda telefon qilib. Qildigan tayyorlik bor, ha?" Men bu gaplarni anglab beshimni ling'ishdim. Biz shu tariqada yana bir botulka aroqni ichib bo'lgandan keyin uylarimizga qaytishdik. Menmi bu kichikkina ijara uyimda yetib nurg'ulg'an xiyollarni qilib ulgurdim. Hammasi degidak boyliqlar edi. Qachonlardadir uxlab qoptiman. Yana shu telefonimning sat sayrishidan uyqum ochildi. Qarasam, allburun tong etib bo'lgan bo'lib, telefonga qarasam, Lavyang ekan. Voy! Telefondan Lavyangning ochiqlagan ovozi keldi. "Voh, O'lgar, sana atdiganda telefon qilib desam, hozirgacha uxladingmi?" Men uning ochiqligini qarab, oqshom aroqni ko'p ichib qo'yibdimi? U bu gaplarimni anglab, "Ben sana ketarlik saymonlarni qisqa uchar orqali yo'llab berman. Hargiz saqtisini olma. Yana sayohatga chiqamiz deb yuk tayyorla. Tez tutish qilchima."
ikkinchi qism. u shu gaplarni qilib bo'lib telefonni qo'yibdi. Men u yo'llagan qisqa uchurni ko'rdim. u buyurgan materiallar arg'amcha, harbiy xanjar, qisqa sapliq palto qoral, qora eshak tuyuqi, yana 5 tal qurol edi. Men bu narsalarni tayyor qilib bo'lguncha saq 3 kun ketdi. Laoyangning keyingi telefoni bilan men biz uchrashadigan joyni bilib oldim. Adsat degan biz ko'rishishga deyishgan joyga keldim. Men yetib qolganda mendan boshqa yana 4 odam bor bo'lib, Laoyang menga ularni bir-birlab tunishtirib qo'ydi. Ularning biri semizligidan xuddi bir poketakil o'xshaydigan, yana biri egiz daroza, yana biri bo'lsa bo'ybasi normal qarmoqqa xili kelishgan ko'rinadigan, chiroyidan hech qanday bir ifodani topqili bo'lmaydigan odam edi. Laoyang menga ularni tunishtirib, men sana bularni tunishtirib qo'yay. Mao egiz birodarning ismi bo'lsa Osan, nurg'un qabrlarga tushgan. Mening yaqin yordamchi. Bu bo'dak turg'unning ismi bo'lsa Sundacha. Qabrga oid ishlarni xeyli biladi. Bu akamizning ismi bo'lsa Jansulu. Jang jamiyatining birdan-bir varisi. Yer sharoiti bilimiga pishiq. Bu akamiz bo'lsa, qabrning o'rnini tepishdan g'am qilmasaqmi bo'ladi, deb qo'shib qo'ydi Laoyang. U yana menimi tunishtirib qo'ydi. Ardın semiz kelgan birisi o'zining bo'yniga esib olgan qosh teshini chiqarib, menga ko'rsatib gap boshladi. "Hey, Laochang, buni ko'rib baqa. Seningchi bu qancha pulga yara?" Men endi gap qilay deyishimga, Osan uning gapini bo'libla, Vay. Sen o'lgur mol dunyo deb yuramsan, ha? Qarab tur, mushu oshko'zlikning oxirsidan bishing chiqdi. U chaqcha semizmi bo'sh kelmay. Men sendan so'radim-ma? Men Laochingdan so'rayapman. Ko'rsatsam, o'zimning qosh teshini ko'rsatdim. Sening nima qarang? Buni anglab, Osanning chiroyi tutildi va semizni tillay deb turadi. Laoyang ularga qarab, "Hey, ikking yana nima bo'lishdi? Darhol nas keraklarni yog'ishtiringlar. Yo'lga chiqamiz." Ular bu gapni anglab jimib qoldi. Laoyang xeli burunli jahondarchilikni boshlagan bo'lib, uni tunaydiganlarning hammasini qo'lidan ishkiladiganlar edi. Pamimcha, bu qitimliq safargimi u bosh bo'lib bordi. Biz yuk taqlarni yig'ishtirib, Changshaga yaqin bo'lgan Xinjiangning Qumul degan yeriga eski bir avtobusni ko'tiraga elib yurib ketdik. Biz Qumulga yetib borgandan keyin yana bir avtobusni ko'tiraga elib Urumchiga mangdik. Urumchiga kelguncha bu avtobusda to'p-to'g'ri 3 kun o'tirdik. Avtobusda semiz bilan Osan degida gap qilib mangdi. Lekin heliqi Jang familiyalik birodar bo'lsa, yo'l bo'yi uxlablamangdi. Uning bilan birodar bo'lib qolay deb necha qitim gap so'ragan bo'lsam-mu, lekin mening har qitim so'ragan savollarim javobsiz qoldi. Oxiri zirikib, men Laoyangning qishiga ketdim. Biz Urumchiga borgandan keyin mehmonxonada bir kun tunagandan keyin xaritaga qarab bu joyga berish uchun eng yaqin yo'lning Xotan degan bir shahar bilan mangadiganligimizni, shu yo'lning eng yaqin yo'l ekanligini bildik. Ertasi biz yana avtobus bilan bir kecha kunduz mangandan keyin Xotanga yetib keldik. Biz Xotanning cho'ng bozorini aylangach Xinjiangning yerlik tamoqlarini to'yg'idek yeb oldik. Bodakning deyishicha, bizning bu eng oxirgi qitimliq esil tamoq yeyishimiz bo'lib qolishi mumkin ekan. Shunda qilib, bu bir kunni o'tib yana mehmonxonada tunadik. Ertasi bir yo'lboshchini elib Xotan cho'lligiga kirib ketdik. Cho'llikni bir kun mangandan keyin poyonsiz ketgan haroratidan tuxum bo'lsin pishib qolgandek qumliqqa qarab kirib ketdik. Bizga yo'lboshchi bo'lgan Uyg'ur bovayning ismi Qodir bo'lib, biz u bovayni Qodir tog'a deb chaqirishdik. Bovay bak mehmondo'st bo'lib, yo'l bo'yi biz bilan paranglashib maqdi. Biz qumliqqa kirgan tunji 5 kunni mushundoq paranglashib, chaqchaqlashib maqdik. Oxirgi 5 kunni bo'lsa, bir-birimizga gap qilish emas, bu issiqda bir-birimizga qarash qimi rayimiz bormog'idek holatda o'tkazdik. Lekin heliqi Jang familiyalik birodar bo'lsa, xuddi bu issiq uningga qilch ta'sir qilmagandek, to'gi ustida xiyol surgunicha mangmoqda edi. Jansuluning bir ig'izmi gap qilmaganidan Sun Bodakning ichi pushib, uni gapga sepaqmoqchi bo'ldi. "Hey, Jang birodar, seningcha biz bormoqchi bo'lgan joyda murdi degandek narsalar bormidi?" Lekin Jansulu uningga bir ig'izmi gap qilmadi. Xuddi uning gapini anglamagandekla. Buni ko'rib semizning yana uningdan savol so'rasa javob kelmaydiganligiga ko'z yetib, Osanga gap qildi. "Hey, Osan,
Sen de baqa. Biz bağmakçı boğan joyda murdi degandek narsalar bormidi yo'qmidi? Men nim bilay. Meningcha bo'lgan taqdirdimi? Sana o'xshash porsimiz tishi murdi bormikan? Seni mishada ap qildigangacha? Deb zangli qilib qo'ydi Osan. Buni anglab Sun bo'dakning chiroylari purlishib o'zini oqlashga boshladi. O'lgur. Piqir Sun avliyo tariqat yo'lini tutgan odamman. Qandaqmi o'lguniga necha ming yil bo'lgan murdiga ko'z tashlayman va. Mencho Bejingga borgan vaqtimda nurg'un qiz cho'konlar mening keynimdan parvonadek yurishatdi bildingmi, ha? Deb bu etib qo'ydi semiz. Buni anglab Osan yaratmagan talaffuzda. Vay manga va. Sen ablaqni kim bilmaydi? Sen porkotekni-chu, qizlar emas, turdi bo'yning heyliqi eg'ildiki ishkimi qaramasmikin deyman. Deb sat ijarab qo'ydi. Men bularning tetiqsiz paranglaridan zirikib, oldida ketayotgan Wanglinga yetishib olish uchun tuguni haydashga boshladim. Cho dedim. Nimundaq mangmaydi bu? Cho! Men shunda xudirg'inimcha Wanglinga yetishib oldim. Ham Wanglindan so'radim. Hey, Wanglin. Agar biz u yerga borsak, qanchalik foydaga erishamiz? Agar ishimiz o'ngga tatib qolsa, bir atol yaxshi narsa uchrab qolsa, hammamizning bir umr yeb-yeyishiga yetadi. Buni anglab men xiyol dengiziga g'arq bo'ldim. Men avval cho'ng ham chiroyli buzilgan uydan birini sotib olsam, ondan mashina olaman, ondan chiroyli qizdan birini tepib chet elga sayohatga chiqsam, nima degan payzi? Xiyollarim mushundaq rassiz edi. Birdamdan keyin semizning ovozidan xiyollarim chechildi. Hey! Birdam aramalaydi-ku. Piqir semiz begimning qo'lsig'i bak echib ketdi. Ham bu tugida o'ldiraverib, qasam qapirib ketdi deyman. Uni anglab Osan qo'shiq soldi. Hey, o'lgur semiz. Sen ablaqning qo'rsiqi nimaniq tez ochidi? Tiqib bayamni nasidiqqa. Men buni anglab Osanning so'ziga raddiya berdim. Hozir tushdan keyin soat 3 bo'pti. Biz tag'i tushlik tomoq yemadik. Semizlar emas, hammamizning qo'rsiqimiz ochdi. Osan, sening qo'rsiqing ochmagan bo'lsa, sen yemasang bo'ladi. Ha? Osan buningga qandoqmi unusun? O hammamizni bir qatimdan tillab chiqqandan keyin bizmo bir qum dövsida o'ltiribla preslangan yemaklik, ondan suv, go'sht konservasiya yeb yana yo'lni davom qildik. Yo'l ustida Qodir buva gap boshladi. Hey bolarim, sizlar qumliqqa ichkirilab kirayotgani hozir 14 kun bo'pti. Suyinglarmi oz qoldi-ku deyman. Men sizlarga bir nasihat qilay. Biz hozir qumliqning o'tirdi desakmi bo'ladi. Qopqinlardagi suv qaytishinglarga aran yetadi. Shunga hozir keynimizga qaysaqmi kechikmaymiz. Qarasam, sizlar odatdagi sayohatchilarga o'xshamaydi ekansizlar. U shundoq deb bizga bir xil so'g'uq nazarda xuddi men sening qandoq odamligingni bilaman degandek qarab qo'ydi. Buni anglab Wanglin uningdan so'rdi. Bova, siz dapiqmi? Biz qandoq odatdagi sayohatchilarga o'xshamaydi ekanmiz. Men sizga desam bolam. Odatdagi sayohatchi bo'lsa, eng bak chidig'ini oram 5 kun chidatdi. Lekin sizlar bak uzun minib ketdinglarmi qandoq? Bovay bundoq degan yerda Wanglin mu gapni yasab turib. To'g'ri dedingiz bu, to'g'ri. Biz sayohatchi emas. Biz arxeolog. Bejingga keldik. Biz maxsus Kroran qadimiy shaharni tadqiq qilamiz. Biz bu qitim shu Kroranga qarab mangan. Biroq men u yerni bilmayman bolam. Siz bilmasangiz men bilaman. Siz faqat bizni boshlab olib chiqgasingiz bo'ldi, ha? Deb kulib qo'ydi Wanglin. Men uning gapni mushundaqli u odamga davatganidan tas qoldim Wanglinning ig'ziga bir mushsa qildi. Wanglin mo mening chiroyimdagi g'azabni sezdi bo'g'ay, tez minib oldimizga o'tib ketdi. Biz shu orada kech kirib, oy bilan yulduz ko'ringanga qadar mangdik. Keyin Qodir bovayning "Bugun mushinchilik mangayli. Tugilami herib ketdi" degan gapi bilan biz mu oram elishga tushib ketdik. Chidirlarni tikib bo'lgandan keyin bir gulxon yiqib, gulxon cho'risida o'ltirib, preslangan pechini bilan qutuliq go'sht konservasiya yeb o'ltirdik. Bizning yo'lga chiqqandan yoqi faqat mush ikki xil narsa yeb o'ltirganimizni ko'rgan Qodir bovay bizga Shinjongning yerlik mahsuloti bo'lgan quritilgan uzum, yana non, quritilgan o'rik qiqi qatorliq esil yemakliklarni akilib berdi. Biz uni ko'rib bovayni maqtab ketdik.
Semiz bu xil Şinjanning yerlik mahsulotlarini yeb boqmag'achqa bir qatimdil yeb bovayni maqtabli ketdi. Qadi bova, sizning bu narsalarınız ajoyib yeyishlikkanjimi? Men hozir o'zimni Şinjanning bog'larida ketayotgandek his qilyapman. Bova, yana bordi deb ketib qo'ydi Semiz. Qodir bovay bu gapni anglab bu qumliqdan chiqqandan keyin bizni o'zining tanliq big'iga olib mehmon qiladiganligini aytib bizni xush qilib etdi. So'rin shundoq qizivatdi. Asan o'rnidan turib hojat qilish uchun bir qum barxinining orqasiga o'tibda varqirib etdi. Vajon, qutqizinglar! Biz bu gapni anglab Asan tarafga yugurdik. Biz borgan vaqtimizda Asan yerda xuddi o'likdekli yotadi. Qarasak yerda hech bir narsaning uni hujum qilgan izi yo'q edi. Biz xili izdigan bo'lsaqmi, Asanni mushundoq holatga akilib qo'ygan bir narsani topolmadik. Biz Asanni yulab chidir oldiga yotqizib, uni silkib suv ichirgandan keyin u hushiga keldi. Biz uningdan nimish bo'lganligini so'rdik. Asan, sana zodi nimish bo'ldi ayta? Sen zodi nimani ko'rding? U birdam hamma atrofga qo'rqinish nazarida qarab atgandan keyin u kikashlab turib gap boshladi. Birodarlar, biz bu yerdan ketishimiz kerak. Bu yer toza tinish emaskan. U shundoq deb o'rnidan turmoqchi bo'ldi, yana tuyuqsiz bir narsani ko'rgandek joyida o'ltirib qoldi. U hammamizning orqasiga qarab turardi. Biz orqamizda bir narsa borligini sezib, orqamizga asta urildik. Orqaga qarabla hammamiz tanqitib turibla qoldik. Yo'q, qo'rqib desakmi bo'ladi. Oldimizda uchisiga qadimgi zamondagi sanğullar kiydigan sovet kiyib olgan bir olvasti, yo'q. Arvoh yerdan 20 metr egizlikda havoda laylab bizga qarab turadi. Biz nima ish qilishimizni bilmay turgan chig'imizda tuyuqsiz orqamizdan etilgan bir pichoqdan hushimizni topdik. Pichoqni Jansulu atgan bo'lib, pichoq udul berib arvohning beshining qoq o'tirg'i tegaydi edi. Tuyuqsiz arvoh bir yo'qab ketib, yana shu joyda paydo bo'ldi. Pichoqmi yerga tushib qumga sanjilib qoldi. Biz hammamiz bu och arvohga qandoq taqobil turishni bilmay turganimizda Vanglin yenidan qurolni chiqarib uningga qarab o'q etishga boshladi. Lekin o'q uningga kar qilmayotdi. Kar qilmay emas, badanidan o'tib ketyotdi. Biz bu manzarani ko'rib hammamiz danq etib turib qoldik. Vanglin darhol eg'iz ochib, "Tez bo'linglar. Qo'lingizga pichoqni olib tayyor bo'linglar. Biz qaraganda bir maydon qonliq jang qildigan o'xshaymiz." Üçüncü qism. Biz bu gaplarni anglab darhol qo'limizga Shvetsariya harbiy pichoqimizni olib tayyor bo'ldik. Buni ko'rgan Turdi bovay qo'rqqanidan hushidan ketdi. Biz arvohning bizga hujum qilmasligini ichimizda tilab turdik. Biroq arvoh degan hamon tirikjon emasdi. Tuyuqsiz u bizga chaqmoq tezligida hujum qildi. Lekin bizmi uncholar nanqib emasdi. Bizmi darhol o'zimizni chatga oldik. U birdam turib atgandan keyin hujum qilinadigan nishonni menga bekitdi-da, chaqmoq tezligida hujum qildi. Oldingi qitim qochib qutula olgan men bu qitim qochamadim. Uning bir jup ordek qo'li mening ko'ksimga tegdi. Bu zarbidan mendek odatdagi qum tozlig'ichi 3-4 metr nerisiga uchib tushdim. Yer yuzi qum bo'g'achqa anchimi bek qattiq tushmagaydim. Bir chaqda u nishonni qaytadan bekitgandek hammamizga bir pas qarab atgandan keyin Wanglinga etildi. Wangling chabdaslik bilan o'zini qochirib, arvohning dumbi tarafiga bir pichoq urdi. Bu qitim bu bir pichoqning xil urg'ili bo'lgan edi. Arvoh Wanglingning xil yomon ekanligini ko'rib, uning ojizligini izdiganda qilib, uningga qayta hujum qilish uchun tayyorlik qilayotgandek qiladi. Jansulu o'zining olqinini kesgandan keyin qinini pichoqqa yiqitib arvohga hujum qildi. Arvoh noiti chabdaslik bilan o'zini ep qochiyotdi. Arvoh shundoq o'zini ep qochqach, Jansuluning ko'kragiga qattiq urdi. Jansulu bu hujumdan 5-4 metr nerisiga uchib tushdi. Dal shu vaqtda arvohning orqasidan urilgan bir qilishdan keyin u sat chiqirg'inicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu qilishni Semiz urgan edi. Qilishda sus qondig'i bor edi. Biz Semizdan so'radik. "Hey Semiz,
bu qon kimning acaba arvohdan chiqdimi? Semiz birdan pushuldab turib atgandan keyin gap boshladi. Men burun Nanxayda bir qabrga tushganda bu qilichni men elib olgan. Men qabridan yenib chiqayotgan chig'imda bir och arvoh menga hujum qilgan. Men shuncha elishmi bu och arvohdan qutulolmadim. Dal shu vaqtda arvoh mening o'ng biligimni yaralandirgan. Qo'limdan oqqan qon qilichning bisiga sirilib pastga eqishga boshladi. Arvohmi mening o'zini bo'ysundirolligida karomatim yo'q ekanligiga ko'zi yetdimi aytavur, menga udulli hujum qilgan edi. Men qilichni uning naq ko'krigiga sanjivatdim. Lekin qiziq yeri arvoh shu joydan ko'yib kulga aylanib ketdi. Men boymi shuni o'ylab qo'limni kesib arvohga sanjig'aydim. Degandek uningga bu kor qildi emasmi, ha? U shundoq deb sat yeyib qo'ydi. Biz shu yerda saq bir kun o'ltirgandan keyin Turdi bovoy aran hushiga keldi. Biz Turdi bovoy hushiga kelgandan keyin yana yo'lga chiqdik. Yana shu cheksiz qumluq, giyohsiz qumluq. Oradan 3 kun nihoyat tinch o'tdi. Lekin 4-chi kuni hammamizning ta'limimiz o'ndan keldi desakmi bo'ladi. Tuyuqsiz bizning suyimizni ko'tarib kelayotgan tugi yo'qab ketdi. Biz shuncha izlagan bo'lsakmi, tugi mangan bir atal iznimi topolmadik. Biz shu orada yana 2 kun suvsiz yo'l yurib ketdik. Hammamizning lavlarimiz chak-chak yerilib, xuddi sug'armig'ili uzun bo'lgan etizdak bo'lib yerilib ketgan edi. Oxiri men dastlabda yiqildim. Nima ishlar bo'lganligi toza esimda yo'q, faqat tugidim beshim qiyib yiqilib tushganimni esimda. Qancha kun hushsiz yotdimki, bir chaqda qurib, qonjirab ketgan livimga suvning tegib, qog'jirab ketgan butun a'zolarim xuddi qaytadan hayotlikqa qaytgandek his qilib qoldim. Lekin yana ko'zlarim o'zimning emasdekla. Xuddi bir ig'ir tosh esib qo'ygandek, ig'ir edi. Qulog'im tuvida kimlarningdir bir-birisi bilan paranglashgan ovozi g'uva anglanib turadi. Birdilla bu ovozlar teg'imi aniqlashib, ko'zlarimni g'uva echildi. Oldimda Qodir bovoy, Semiz, Vanglin, yana Osan, Jansulu qatorliqlar bor edi. Ular shunda g'amkindek ko'rinadi. Osan mening ko'zimni ochqinimni ko'rib meni yulidi. Ham bir qapoqni mening eg'izimga kirgizib, menga suv ichirishga boshladi. Menmi xuddi 1 yil suv ichmagan odamdek suvni bulishiga ichishga boshladim. Lekin Jansulu qo'limdagi qapoqni tortib olib so'z ochdi. Sen hozir bek ojizlab ketding. Bugun mushinchilik ishgan, ha? İçimen desang, bu yerda suv ko'p. Men shundan o'zimning amdil hushimga kelganim yodimga keldi. Va darhol so'radim. Rost. Biz hozir qayerda? Bu suv nereden keldi? Acaba biz keynimizga qaytdikmi? Buni anglab Vanglin eg'iz ochdi. Ha, yo'q. Biz hozir yo'qolganiga uzun bo'lgan Nil o'ltida. Bu yerda yer osti daryosi bor ekan. Biz shu yerdan suvga chiqdik. Men shundili bir oz xotirjam bo'lib qolgandek bo'lib Qodir bovoyga qarab gap qildim. Ey, Qodir bova, sizning elqidek yeydigan narslaringiz bormi? Mening qo'sig'im bak echib ketdi. Buni anglab hammasi qaqoqlab kulib ketdi. Qodir bovoy yana menga nurg'un narsalarni akirib berdi. Men shularni yegach Semizning gaplarini angladim. Semizdan anglasam, men hushimdan ketgili saq 4 kun bo'pti. Ular meni har qanday usulda hushimga keltirishga uringan bo'lsa-mu, lekin men hushimga kelmay, oxir ular meni mushu shaharga ib kelibdi. Ular bu shaharga kelganimi 2 kuncha bo'lib qopti. Tunigun bir kun qumliqda bo'ron chiqib, ularmi safarini davomlashtirolmabdi. Bir chaqda Semizning tarixi qisida bo'lg'ay, sirtqi miltiqini ko'tarib oldirashda chiqib ketdi. Keyin bir pas o'q ovozi anglandi. Buni anglab, men bilan Qodir bovoydan bilak hammalar qorallarini og'inicha o'q ovoz kelgan tarafga yugurdi. Uzoq o'tmayla Semiz tig'i tiniqi to'xtamagan, qo'rsqi va yo'tisidan to'xtamay qon eqiyotgan bir bo'kanni ko'tarib kirdi. Buni ko'rib Qodir bovoy yenidan pichiqini chiqarib, bo'kanni so'yib tirisini elvatgandan keyin uni kavob qilishga tutishdi. Bir osh pishim vaqtdan keyin kavobning mazalik purqi dimoqlarimga urildi. Dasturxon hozirlanib, hammalar dasturxonni cho'ridab o'ltirishdik. Kavobni pishib, dasturxon ustiga keltirildi. Ha, mana, kavob pishib ketdi, qanday edinglar? Biz Uyg'urlar pishirgan kavoblarni tetib baqinglar.
Biz Qodir akaga ozroq takalluf qilgandan keyin kavob yeyishga tutildik. Bu böken go'sht kavobi nihoyat o'xshagan bo'lib, biz bu bir bökenni bir o'ltirishimizni yeb tugatdik. Keyin biz shu yerda o'ltirib Qodir boboyning dutlar naqshini anglab shundoq ruhlanib ketdik. Qarınsa görünemdi bala bayavandiki toğrak bayavandiki toğrak Olturup taza oyla bala Ezelden men sana amrak Ezelden men sana amrak Bu naqsha bek yiqimliq bo'lib, qumliq osmonida larzan xuddi qushlar uchqanga o'xshash yangravatadi. Biz shu yerda tongni otqizgandan keyin ertasi biz bu qadimiy shahardan yana 60 kilometr yiroqlikdagi Kiroran qadimiy shahriga qarab mangdik. Biz 2 kun mangandan keyin oxiri atalmish Kiroran qadimiy shahriga keldik. Lekin bu yerdagi qumliqdan chiqib qolgan tosh sepil va tosh qal'aga qarabla bu yerdagi qadimiy qabrini topqili bo'lmaydi. Shu kuni biz yana shu joyga chidirtikib aram elishga tushib ketdik. Yerim kecha tuyuqsiz orqamdan anglangan shabidan uyqum qochdi. Men darhol ko'zimni ochib, o'rnimdan shab chiqamay turdim. Orqamda bir jup ko'zi qon rangidagi bir yo'g'on maxluq bizga yaqinli bir joyda qarab turardi. Men buni ko'rib qanday qilishimni bilmay qoldim. Dal shu vaqtda mening yenimda yotgan Jangsulu yo'q turardi. Bu o'lkir ablah. Hozirgidek halqiliq payti nega qochib ketdiki? Agar bu qitim hayot qola olsamla, sen o'lgurining yuziga birni tukurmasam, ismimni yutib o'taman. Mening xiyollarim shunchalik qalaymaqan edi. Lekin mening hozir uni tillig'idek emas, yenimdagi uxlayotgan hamrohlarimni o'yg'atqudek mujuritim yo'q edi. Xuddi oldimdagi ovu maxluq midirlasamni meni bir taraf qilib o'tadiganidekla. Dal shu vaqtda men o'ylabmi boqmagan bir ish yuz berdi. Jangsulu tuyuqsiz maxluqning keynidilla paydo bo'lib, maxluqning orqasidan bir qilish urdi. Maxluqning bir puti uzilib tushgan edi. Maxluq sadbirini ho'kirayotgandan keyin Jangsuluga hujum qildi. Maxluqning sad ovozidan boshqalarni o'yg'inib, qurollarini og'inicha maxluqni nishonga oldi. Lekin men ularni to'sib olib, Jangsuluni maxluq bilan urushayotganligini, u xato ketib qolsa, uningga tegib ketishi mumkin ekanligini aytib, ularni o'q chiqarg'ili qo'ymadim. Birdamlik qalaymanqanchilikdan keyin Jangsuluning badallarining ko'pincha joylari yorig'i to'lgan bo'lib, qo'lida boyqi maxluqning beshi turardi. Qaraganda bu jang birodarimi xali kuchigandek qiladi. Biz uni ko'rib xo'shal bo'lishdik, lekin bu xo'shalligimiz uzunga bormadi. Atrofimizdan bir-birlab yeniyotgan jup-jup qizil ko'zlar bizga o'limning vahimasini bildirib turardi. Biz darhol hushimizni yig'ib, qo'llarimizga qurollarimizni elishib, bir qitimliq qonliq jangga tayyorlik qilishdik. Biroq bu qo'limizdagi bu eski ko'say miltiq nemaga daldi bo'ladi deysiz? Faqat ularni qisqa vaqt qo'rqitib turish qilib ishlaydi bu narsa. Ardın Jangsulu qo'liga yenidagi harbiy xanjirni chiqardi. Keyin semizmi qo'lidagi miltiqni tashlab xanjirni chiqardi. Bizmi uni do'rab qo'limizga xanjarni elishdik. Maxluqlar bir-birlab etilib kelishga boshladi. Bizmi qo'limizdagi harbiy xanjar bilan qishimizga kelganligi maxluqning beshini tinidan judo qildik. Bu maxluqlar baya Jangsulu o'ltirayotgan yilgi maxluqdan xilili kichik edi. Biroq bu turqi xuddi itqili o'xshaydigan bu maxluqning hujum qilish surati nihoyat tez bo'lib, odamni tishlivasi o'ltirolmagan taqdirdimi odamni yarlandira oladi. Biz shundoq elishib, ularni bir qadar ozladi. Bizmi herib aron qag'aydik. Bir chaqda o'ng yonbishimdan kirgan og'riq mengamga chiqib ketdi. Voyjon! O'lgir meni tishlab otamsan. Kela, mana misa. Mana.
Üləhu ölgür iştin alısı. Bana! Mən şundaq deb mening yanpishimni tishlab turgan maxluqni jahondagi barliq satkaplar bilan tilavatgandan keyin uning bo'yniga kelishtirib bir pichoq urdim. Uning beshimi tinidan judo bo'ldi. Biroq uning beshi yana mening yanpishimni tishlaklik turadi. Men amdili uning beshini ajratishimga yana birisi kelib sol qo'limga esildi. Men uni silkib tushirolmoqchi bo'lgan chaqda semiz qayoqdan paydo bo'lib qoldiki, meni tishlab turgan maxluqlarning beshini tinidan judo qildi.